Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu xudo xohlasa bugundan boshlab sizlarni AI full kurs o'qituvchilaringiz bo'laman. Nafaqat o'qituvchi, ya'ni sizlar bilan yana xuddi aka ukadek, opa singildek, akam, ukam, singlim, opam bo'lib ketishlaringizni xohlayman, chunki bir-birimizni tushunsakkina qaysidir bosqichdan qaysidir bosqichga o'ta olamiz, o'zgara olamiz. Har bitta beriladigan narsalarni allaqachon o'ylanib ko'rilgan, allaqachon chek qilingan, tekshirilgan. Nima deydi? Hozir avvalgi kursimda oling, nima deydi? Avvalgi kursimda tajribadan o'tkazgan har bitta shu narsalarni sizlarga xudo xohlasa kamchiliksiz, ya'ni muammosiz o'rgataman degan umiddaman. Nasib qilsa, xudo xohlasa, qani ketdik. Xo'p, birinchi navbatda mana shundan boshlashga nima deydi? Qaror qildim. O'zi u narsani boshlasham farqi yo'q edi. Yana bilasizlar, sun'iy intellektimiz mana shu sun'iy intellekt juda ham katta soha, imkoniyatlarimiz keng. Misol uchun biza mana shu sun'iy intellekt deganimizda o'sha misol uchun AI deb tasavvur qiling. AIimiz nima, qanaqa narsalar ishlatiladi? Ichida misol uchun hozirda eng nima deydi, dunyoni rivojlantiradigan narsalar hozir faqat sun'iy intellekt yaratilyapti. Ko'rishingiz mumkin ChatGPT, boshqa AI modellar, hamma narsa nima deydi, hamma narsa avtomatlashtiryapti. Boshqa hamma narsa o'zgarib ketyapti. Okey? Okey, yaxshi. Kimdir qo'shilmoqchi ekan. Men kimdirni ham admin qilib qo'yishim kerak-da, shu bosib tura oladigan. Okey. Xo'p, ketdik. Bizda mana shu sun'iy intellekt AI engineering sohasini bir ozgina breakda qismini o'rganamiz. Misol uchun, breakda qismi ham qancha? Birinchi navbatda machine learning bo'ladi. Ya'ni birinchi navbatda machine learning o'rganamiz. Birinchi navbatda machine learningda nimaligini o'rganamiz. Qanaqa qilib o'rganamiz. Data nima deydi? Ma'lumotlar nimaligini o'rganamiz. Qanaqa qilib xotira bilan ishlash nimaligini o'rganamiz. Har bittasini o'rganamiz. Iloji boricha taq qismdan boshlaymiz. Ya'ni Python nimadan boshlab kelsak ham bo'laveradi. Har bittasi xudo xohlasa sekin-sekin ketaveradi shunaqa yo'nalish bo'yicha. Sun'iy intellektimiz mana birinchi bo'lib 1956-yilda John McCarthy tomonidan Document Conference'da kiritilgan bo'lib, o'sha vaqtdan beri CI sohasi, sun'iy intellekt sohasi ulkan yutuqlarga erishadi. Mana bilishingiz mumkin Siri, Google Assistant yoki boshqalari. Okey, bizda CI texnologiya, visualization, tushunish va o'qish degan narsalarimiz bor. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bizda nimalar? Birinchi navbatda kompyuter ko'rish. Bu kompyuter ko'rishimiz OpenCV hisoblanadi. OpenCVni albatta o'rgataman sizlarga. OpenCVsiz umuman hech qayerga ketilmaydi. OpenCVdan face recognition o'zimizni app'imizni yaratamiz, xudo xohlasa. Keyingisi NLP, ya'ni nimalar? Google Translator, Siri, Alexa yoki virtual yordamchilar, ya'ni hammasi ovozli yordamchilar, ana shu narsalar bilan nima qilib natural language processingda bu narsa xuddi shu narsa bilan ishlaymiz, xudo xohlasa. Keyin optik belgilarni, OCR, ya'ni iloji boricha bu narsa ko'proq o'rganamiz. Har bittasiga kirib chiqishimiz kerak. Har bitta sohada men nimaga bu narsani shu kursni ochganim, iloji boricha o'zimga jamoa kerak. Jamoada hozir masalan 7 kishi bo'lib qoldik. 7 kishidan ham shu 6 tasi normal bajaradi. Undan ham yana kamayib boraverishi mumkin. Vaqt o'tgan sari odamlar o'sha oxirigacha borish degan narsani esdan chiqarib qo'yapti. Xudo xohlasa biz oxirigacha boramiz, nasib qilsa. Har bittasi sekin-sekin o'rganib boraveramiz. Bizda sizlar bilan raglar yasaymiz, machine learning modellari yasaymiz, nima deydi, train qilamiz birgalikda. Ya'ni har bittasini train qilishimiz mumkin. O'qitamiz modellar, o'zimizda TTS, STT modellarimiz bo'ladi, xudo xohlasa. Face recognition nima deydi, proyektlar yasaymiz. Anti-spoofing bo'ladi, hech kim alday olmaydigan juda ham yaxshi. Misol uchun sun'iy intellekt OpenCVga misol ko'chaga chiqadigan, misol uchunda computer vision deylik. Computer vision misol ko'chaga chiqadigan bo'lsangiz, nima deydi, hamma radarlar, svetofor, nima deydi, svetofor dema, hamma kameralar va odamlarni kuzatadigan, tartiblaydigan har bittasi bizga bu nimada OpenCVda yasalgan, recognition qiladi, objectni detect qiladi, segmentation bor, classification bor. Har bittasini sekin-sekin xudo xohlasa birga o'rganib boraveramiz. Machine learninglar bu masalan supervised, unsupervised, reinforcement learninglar bor.
nazoratda o'rganish bor, supervise, nazoratsiz o'rganish bor, mustahkam o'rganish va har bittasi unchaki nima deydi, hozircha shunchaki yozilib ketilgan. Bu narsa hech qachon biz hozir joyida ishlatmaymiz, xudo xohlasa. Hozir sizlarga tushuntirganimda ham befoydada. Siz biz bilan birga chiqib keladigan bo'lsak, har bitta qadama-qadam o'sha har bittasidan ma'lumotga ega bo'lasiz. Har bir qadamingiz nima deydi, ma'lumotga to'la bo'ladi. Xudo xohlasa o'sha o'rganib o'zingizda ishlaysiz, hech qanaqa kam bo'lmaysiz. Okay. Bu yerda boshlasak bo'ladi. AI nimaligidan yoki misol uchun machine learning deb yozsak bo'ladi. Masalan, boshlanishda machine learning bor, roadmaplar bor. Nima o'zi subset artificial intelligence AI system learn from data, find patterns, make decisions, improve performance without explicit programming. Ya'ni biz bu yerda aytib ketyaptiki, bu yerda asosan o'qitamiz, machine learningni o'qitamiz, o'rgatamiz. Shunga qarab predict qilish mumkin, recognize qilish mumkin, speechni recognize qilish mumkin, kompleks narsalarni qila olish mumkin. Xudo xohlasa o'sha o'zimiz ham yasab ko'ramiz. O'sha machine learninglarda modellari bor, modellarning orqasida algoritmi bor, uni orqasida matematikasi bor. Har bittasini o'sha sizlarga maydalab o'rgatib chiqaman. Har bittasini. Men misol uchun hozirgacha mana shu 7 kishi qolgan bo'lsam, 7 ta kishini xohlagancha tekshirsangiz ham bo'ladi. O'sha misol uchun agar ko'rib qoladigan bo'lsangiz, bilmadim, chunki reklama qilmaganman hech qayerda. O'sha 7 ta bola o'zicha yetarlicha bilim olyapti, biron marta noligani yo'q. Misol uchun 3 oydan beri o'qityapman paytda, 3 oy bo'lgan bo'lsa, 3 oydan beri ular bilan juda ham ko'p narsa o'tib tashladik. OpenCV tugadi, Pythonda Pandas, NumPy, Matplotlib tugatilgan. Undan tashqari Power BI, nima deydi, SQLite yoki SQLni o'zi asosan data analytics bo'yicha men unga topshiriq berganman. Yaxshiroq o'zlashtirgan odamlarga esa men o'sha OpenCVdan ko'p narsa topshiriq o'zim sotib olgan kurslarimni berdim. Plus face recognition yasadik. Plus undan tashqari RAG o'rgatdim. Xuddi shunaqa narsalar bor. Har bitta. Endi misol uchun hozirda biz scikit-learnni kelganmiz, machine learning modellarini tanlash, ularni o'qitish, har bittasi bilan xudo xohlasa shu yo'nalishda ketaveramiz. Okay, bundan chiqib ketsam ham bo'laveradi. Xo'p, bizda birinchi qiladigan navbatimiz, birinchi qiladiganimiz Windows R ni bosasiz, CMD chiqadi. Bu qora ekran chiqadi. To'xtanglar, bitta bu narsani shuni o'chiramiz. O'chirmay qo'ya qolamiz. Shuni ko'raverasizlar. Xo'p, 7 minutdan keyin bemalol boshlasangiz bo'laveradi. Bizda mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda hozir biz o'zimizda desktopga boramizda, desktopdan bir oddiygina joy ochib olamiz. Pythonni bilasizlar, o'sha Pythonimiz o'sha Gveden rassom tomonidan ishlab, nima deydi, yaratilgan Pythonni o'rnatib olishimiz uchun boshlanishidan boshlaylik. Python.org veb-saytiga kelasiz, bundan downloads bosasiz, bundan install manager yoki mana shu installerni o'zini olasiz. Iloji boricha releaseslardan kirasizda-yu, qarang, mana qanaqa fix and live qanchalari to'g'rilangani bor. Misol uchun qaysi birlarini olishingiz, boxfix bo'lgan 3.10 ni ham olsangiz bo'ladi yoki 3.11 da ham shuni sketch qilib olsangiz yaxshiroq. 3.11 da ishlatamizda. Misol uchun men o'zim Python bosadigan bo'lsangiz, mana 3.10 versiyasini ishlataman. Allaqachon yaxshi ishlab chiqarilgan versiyasi hisoblanadi. Mana 3.10 yoki 3.11 da bemalol olsangiz bo'laveradi. Men o'zimga moslab olganman. Hozircha ana shundan bittasini tanlaysiz. Faqat bir narsaga nima deydi, installation. Bitta narsaga, bir ikkita narsaga e'tiborli bo'lasizlar. To'xtang, imagelarga kerak. Mana bu narsaga bo'ladi. Mana bu narsaga kelganingizda, mana shu joyiga kelganingizda, Python o'rnatayotganingizda add Python 3.2 yoki 3.10, 3.11ni to path joylashuvga qo'sh deb ana shu narsa har doim bosing, keyin install now ni bosib o'tib ketasiz. Tushundingizmi? Shunday qilib boshlab olasiz. Undan so'ng bizga mana bu VS Code kerak bo'ladi. Bizda mana qarang, bu yerda avvalgi kursimizdagi nimalar, kodlar, misol uchun mana yerda ko'rishingiz mumkin, introduction, matplotlibdan kelgan, shuncha narsa o'tganimizda OpenCV, boshqa narsa. Bu yerdan ham extensionslarga kirasizda, extensionslardan Pythonni o'rnatib olasiz. Mana bu yerda Python deysiz, mana Pythonni o'rnatib olasiz. Allaqachon manda o'rnatilgan debuggingmi, Python o'zimi, har bittasini o'rnatib olasiz.
muhimi bu yerga o'rnatib olganimizdan keyin shunaqa qilib boshlab ketaveramiz. Okay, birinchi navbat bu shart emas hozircha. Buni o'chirib qo'yamiz chunki allaqachon bu eski. Biza qilishimiz kerak bo'lgan desktop der misol uchun bu nima deydi, nimalar bor? Biz sizlar uchun siz uchun yangi nima ochishimiz kerak. Bu uchun okay, to'shman. Mana make dir qolasiz. Make dir bu my directory file asib berish kerak. Misol uchun nima deb nomlaymiz? AI full deb ataydigan bo'lsak, mana misol uchun cd AI full mana kiradi. Kiritganimizdan so'ng bizga kerakli narsa asosan vanif o'rnatib olishimiz kerak. Bu muhit bo'ladi. Muhitni biz shu kursimiz davomida faqat Jupyter Notebook ishlatamiz. Jupyter Notebook ishlatamiz. Mana Jupyter Notebookni ishlatamiz. Mana shu narsa base code'imizni ichida ishlatamiz. Buni o'zini o'rnatib olsangiz ham bo'ladi. Anaconda qilib vanif muhit yaratib olib, biz hammasini qo'limizda qilamiz. O'sha qo'limda qilishni yaxshi ko'rganim uchun qo'limda o'rgataman sizlarga. Misol uchun mana vanif yaratib olishimiz uchun Python muhitni ichiga kirib olishimiz. Python means vanif, dan keyin vanifni nomini o'zingiz yozasiz. Misol uchun AI deb ketsam bo'ladi. Mana muhitimiz hozir yaratilyapti. Bir daqiqa. Yaratildi. Mana ichiga kirib ko'radigan bo'lsangiz, uzr. Der ko'radigan bo'lsangiz, mana ichida AI degan nima muhitimiz paydo bo'ladi. AI deysiz, mana AI vanif scripts activate qolib ketdi. Aha, script activate. Uzr, vanif nimaga kerak? Biza Scripts activate bo'lishi. Qo'lim o'rganib qolganda nima deydi? Vanif asosan yozaman AI degisiga. Okay, mana vanif bo'ldi. Mana vanifimiz ham yaratilib oldi. Bu shunchaki hech narsa emas, shunchaki kod bilan kiraylik. Qani mana base kodimizni ochib beradi shu faylimiz ichiga. Mana to'g'riladik. Buni kattatirib olamiz. Trust this author hammasi bo'ldi. Mana bu narsamiz ham bor ekan, bizga kerak emas, umuman hozircha. Umuman kerak emas bo'lishi ham mumkin kursimiz davomida. Masalaga kitob tashab beraman, qayerdan, hamma ma'lumotlarni qayerdan. Shunchaki fol ochmayapman yoki hamma narsalar qisqasi sizlarga tashaladi. Birinchi navbatda dars.ipynb yana biz mana anaqa notebook olasiz, extensionsdan ham mana notebook bor. Okay, adashmasam. Note takinglar yozib ketishimiz uchunmi bu? Ya bu ashida hammasini kod tushida run qilamizda. Mana siz Jupyter Notebookni olasiz. Ya men misol uchun ketdim, mana kod bo'ladi. Kodda boshlab, sekin bitta kod nimasi ochib olasiz-da. Joycha sekin boshlaveramiz, xudo xohlasa. Okay, bu yerda hamma narsani shuning ichida run qilamiz. Chunki bu tartibli turadi, boshqa misol uchun birinchi navbatda print deysizda, birinchi nima yaratamiz. Misol uchun print hozircha ishlamaydi, shoshmaylik, to'g'ri. Hello world. Qo'lim o'rganib qolibdi. Mana Python environmentda mana 3-inchida tanlaysiz. Mana hammasini o'zimizning muhitimizga bog'lab qo'yapmiz. Muhitga ichida yasatyapmiz-da, ya'ni hamma narsa o'shaning ichida bo'lsin. Install qilasiz, har bittasini ko'rsatishim kerak edi. O'sha ko'rsatmasam qizig'i ham qolmas sizlarga. O'zi o'rnatib oladi har bitta narsani. Okay, o'rnatiladi. Okay. That's hozir kutamiz o'zgina. Shunda mana shu Jupyter kerakli paketlarni o'zi tortib oladi, to'g'rimi? Shu, mana qarang. Installing collecting package. Tushunarli. Biz mana shuni ishlatsak ancha yaxshiroqda. Okay, shoshmang. Ozgina ko'p xola
birpasga shunday kirib chiqamiz, boshqatdan ashib ketadi. Chunki ba'zida shunaqa bo'lib qoladi boshlanishda. Har doim emas, ba'zida shunaqa bo'ladi. Ana. Okey, mana hello world mana chiqdi. Kodlarimiz mana shuning ichida yoziladi, xudo xohlasa. Mana birinchi kodimiz ham yozildi. Endi matematika amalidan boshlab ketsak bo'laveradi. Bular bilish kerak bo'ladi. Birinchi navbatda o'zgaruvchilar haqida gapirib ketishim kerak. Keyin matematika amallarini ko'rsataman. Nimalar o'zgaruvchilar bizda Pythonda juda ham oson yasash. Qanaqadir nom berasizlar, uni orqasidan barobar qo'yib, o'shanga qiymat berib ketaverasiz. Misol uchun ism yozadigan bo'lsangiz, ism demaylik, a degan o'zgaruvchi, a degan o'zgaruvchiga qanaqadir son kiritishimiz mumkin. Tushunamsiz? B degan o'zgaruvchiga ham qanaqadir son kiritishimiz mumkin. Keyin qaysidir o'zgaruvchini misol uchun a ni plus b qilib qo'shsak bo'ladi mana endi. Qarang mana endi 10 chiqib beradi. Ya'ni bizda matematik amallar qanaqa bilishingizdan qat'iy nazar, bunda hammasi o'sha kod qilib ko'chirishimiz mumkin-da. Biz o'sha o'zgaruvchilar bor, o'zgaruvchilar kiritamiz, o'zgaruvchilarga qiymat beramiz. O'sha narsani formulalarni va raqamlarga o'zgartiramiz, nima deydi, bu kodga o'zgartiramiz. Hammasi oson bizda. Umuman qiyin joy yo'q. Umuman qiyin joy yo'q. Farqi yo'q. Shunday ketaverasiz, shunday yozib ketaverasiz. Misol uchun bizda misol uchun nima bor? Matematikamizda qo'shuv bor, to'g'rimi? Keyingisida ayruv bor. Keyingisida bizda nima bor? Bo'luv bor. Mana bunaqa bo'luv sal boshqacharoq bizda. Keyin bo'luvdan mana bunaqa yana bitta bo'luv bor. Bizda bu qoldiqni olib tashlaydi ekan. Ya'ni orqasidagi sonni olib tashlaydi. Ya'ni ortiqcha sonini. Nuqtadan keyin. Hozir ko'rsatib beraman. Bu bor, keyin bunisi bor, qoldiqlik. Yana ketaveramiz o'sha misol uchun Daraja bor. daraja bor, ikkita yulduzcha qo'yadigan. Okey. Mana bunaqamiz bor. Mana shu o'zimiz biladigan matematik nimalar. Okey. Amallar deylik. Xo'sh, kim? Bu safar kimgadir beraman shu narsani, kimdir o'sha avtomatik shu qilsa, o'zlaringiz qarab turasizlar. Har safar qarashga vaqt yo'q. Okey, shu vaqtda o'sha uchun vaqtida kirsangiz yaxshi. Okey, birinchi navbatda plyusni ishlatib ko'rdik. A o'zgaruvchi yaratdikda 6 ni 4 ga qo'shib chiqarib berdik. Keyingisida bo'l ayiruvimiz. Bu ayiruvimiz ham xuddi juda ham oson. Juda ham. Misol uchun 8 3 ayirasiz, misol uchun 8 3 ayirayotgansiz 5 tamom. Ayiruvimiz shu. Yana bo'ladigan bo'lsa ham mana bunaqa 8 yozasizda, misol uchun 2 da bo'lib o'rasiz bo'ladi. 4 chiqadi. Endi boya orqasidagi nuqtani olib qo'yadigan bo'ladigan bo'lsak, mana qarang, 4 ni o'zi chiqadi. Chunki buni o'zi bilan 4 ni 0 chiqadi. Bu float chiqadi. Keyingisida chiqarganimiz bu buni o'zi chiqib beradi. Qarang mana. Bu floatni ya'ni faqat integer son chiqib beradi. Keyin yana narsalar qo'shib ketaversak bo'laveradi, xohlaganingizcha. Misol uchun qoldiqlar dedik, misol uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rinmayapti menga. Ko'rinmayapti ekranim hech kimga. Ha, ko'rinmayapti aka. Yo'q, ko'rinyapti. Menimcha internet yaxshi emas akada. Ko'rinyapti, bizga ko'rinyapti. Tushunarli. Okey. Xo'p, qarang, misol uchun qoldiqlar bo'lishimiz mumkin. Mana 4 ichida necha qoldiq qolyapti? Qanchadir, keyin nechidir. Shu narsani yana ham oddiyroq qilib tushuntiray. Mana 2 ga bo'lar ekanmiz. Mana 3 ga bo'lar ekan. 2 bo'lar ekan. Bo'ladi. Yana ham o'zlaringizga moslab nima xohlaganingizcha qilib ko'rsatib bo'laveradi. O'ynab ko'raverish kerak. Bitta bizga hozir vaqt kam. Chunki men mana shu Pythonga ko'p vaqt sarflamoqchi emasman. Ana shu qismiga xudo xohlasa iloj bo'lsa 2 haftani ichida tugatishimiz kerak-da. Keyin o'sha bitta test qilib olib sizlarda to'liq bilimlaringizni keyin boshqa nimaga o'tkazib ketaverishimiz kerak. Misol uchun bu hozir darajaga ko'paytirish bor. Bu kishi aytganlar biror misol uchun 2 ni 2-chi darajasi 4 bo'ladi. Yana ham misol uchun 3 ni mana bunaqa qilib chiqarib tashlaversiz bo'laveradi-da. Bemalol xohlaganingizcha. O'zingizda hammasi bor, hamma qulaylik bor. Bemalol Pythonda matematikada nimani bilar ekan bo'lsangiz, Pythonda o'sha narsani shunchaki convert qila olasiz. Bizda bilasizlar print bor. Print bu chop qilinadigan funksiya hisoblanadi. Chop deyiladi inglizcha, o'zbekchasiga. Chop qilinsa, misol uchun print esa -7 dan 4 ni ayiradigan bo'lsa, misol uchun 3. Va shu vaqtgacha hozir hech narsa yozganim yo'q edim. Shunchaki yozib ketyapman. Mana 4 ta ayirsak, mana 3 chiqyapti. Yana bitta narsasi bor. Okey, yana bitta narsasi bor. Bizda
ozgina xato deylik o'sha Pythonniki. Misol uchun 0 darajasini 0 ga nima qilsiz ham, ko'tarsiz ham hech bola chiqmaydi. Chiqadi, hozir ko'rsataman nima chiqishini. Okay, bir chiqarib beraman. Shunisi bor. Shuning uchun bitta narsasi bizga nima qilib qo'yishimiz kerak? Print yozasidagi ma'noga ega emas deb yozasiz. Mana, ma'noga ega emas. Ya'ni bizlar endi shu vaqtgacha keldik. Endi xo'p, keldik. Mana o'zgaruvchilar yaratdik. O'zgaruvchilarimiz nomlanishimiz mumkin. Misol uchun nima? Kunlik ishlatilgan narsamiz nom bo'lishi mumkin. Qanaqadir 500 so'm, 5000 so'm, 5000 so'm o'zi 500 so'mdan nom bormi? Okay, suv olishingiz mumkin 2000 so'm. Yana nima bo'lishi mumkin? Metromiz bor bizda 1700 so'm. Yana nimamiz bor? Oil. Inglizcha yozgim kelyapti shu uchun. Okay, yo'q. Moy. Ya qanchadir 13000. Balki, I don't know. Mana shu narsalar bor. Bemalol mana shunaqa qilib o'zgaruvchi yaratasiz, unga qiymat berib ketaverasiz, xuddi shunaqa. Endi sizlar bilan integer, float, string, bool input typelar haqida gaplashamiz. Har bittasi bilan gaplashamiz. Ketdik bir boshda. Integer. Butun son. Misol uchun bizda nima qilamiz? O'zi option kim aytadi? Mana shu nima deyiladi? Option misol integer, float, string, bool, option. Nima deyiladi? Bu yerda Python o'qiganlar bor-ku, to'g'rimi? Matematik funksiyalarni. Xo'sh. Numeric data type. Keywords deyiladi. Kalit so'zlar. Numeric data type'larga kiradi bular. Type'larda bular. Haqiqiy, misol uchun, nima yozyapman men? Adashtirib sizlar bilan gap. Ana integerga 0 ham -1 ham kiradi keyin. Abu Qosim aka. Yo'q, shunchaki yozib ketaman. Bari ishlaymiz-ku ichida, shunchaki prosta nima, misol uchun nimadir, keyin nimadir, hozir misolda ko'ramiz. Mana ikkini o'rniga misol uchun nuqta bo'ladi. Bu floatni hozir tushuntiraman. Misol bilan ancha yaxshi tushunasizlar. Xo'p, misol uchun string bor, typelarimizda misol uchun stringimiz bor. Bu satr deyiladi. Satr. Yozadigan yozuvimiz bor-ku, bir tirnoq yoki qo'sh tirnoq ichida yoziladi-da bizda mana bunaqa. Bir tirnoq yoki qo'sh tirnoq ichida. Misol uchun salom dunyo bu satr sifatida. Okay. Keyinga o'tadigan bo'lsak, bool bor. Bizda bool bor. Boolimiz true false qaytaradi. Mantiq deylik, mantiqiy. Misol uchun true, keyin false qaytarishadi. Okay, juda ham yaxshi. Keling, mana shu bo'yicha ozgina ko'rib chiqamiz. Nimalarga o'zi bu. Mana markdown qilib bosib yozsangiz yaxshiroq edi. Shunchaki kod anteni ochib yozib ketaverdim. Okay. Xo'p, mana yerda birinchi boshlasak, integerdan boshlaydigan bo'lsak. Integerda sonlarimizda har bittasi bilan hisob-kitob qilsak bo'lardi, boshqa. To'xtaylik, mana oxirida yana bitta yozib ketay. Eng muhimlaridan bittasi input. Biz asosan kiritish va shunaqa narsa bilan matematik bir misol ishlab ko'ramizda. Kiritish funksiyasi inputdan keyin keyin type bor. Bu qaysi klassga taalluqliligini turini ko'rsiz bular. Toifasi deydimi? Toifasi yokida klassi, qaysi sinfda. Okay, ketdik. Birinchi navbatda input bu nima deydigan bo'lsangiz, input kiritishimiz uchun ishlatiladi. Misol uchun qanaqadir kichkinagina appcha yaratasiz. Yaratgan appingizda siz shunaqa berdingizki, shunaqa qilib yaratdingizki, uni userdan kutasiz, user nimadir kirgizishi kerak. Nimadir qiymat berishi kerak. Misol uchun keling bitta yozib ko'ramiz, farqi yo'q. Qanaqadir a degan o'zgaruvchi ochamiz. Keling a demaylik. Ism degan o'zgaruvchi ochamizda input qilamiz. Inputni ichida bitta qaus allaqachon bor. Uning ichida satr yozasiz. Ya'ni string yozasiz. Ismingiz nima deb yozasiz misol uchun. Ismingizni nima demaylik? Ismingizni kiriting misol uchun. Juda ham ko'p ishlatiladigan odatiy holda. Okay. Ismingizni kiriting deydigan bo'lsangiz, mana bosadigan bo'lsangiz, hozir print yozsangiz ham bo'ladi. Bu olish kerak edi, adashmasam. Okay. Print ism yozib ketsa bo'ladi ism. Agar chiqarmoqchi bo'lsangiz, ya'ni biz tashqariga chiqarmoqchi bo'lsak-da. Nima qilyapti bu?
Qani so'ragani? Tepada chiqish kerakmi mana edi? What? Ozgina. Nima bunaqa bo'lyapti? Really? Yoshman qam? Python faylida foydalanishimiz uchun mana shunaqa qilib yuborsangiz ham bo'ladi. Bu Py fayldan ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana uni kichiktirib tashlaydi. Okay, run qilib yuborsak bo'ladi mana edi. Run. Okay. Endi bo'lsa kerak. Boshladik boshqatdan. Xo'sh. Mana ismingizni kiriting dedi. Mana yerda ism kiritishimiz kerak. Ismingizni kiritadigan bo'lsak, Abulqosim yozadigan bo'lsak, mana Abulqosim chiqarib berdi. Hozircha shu, xolos. Boshqa hech narsamiz yo'q. Bu yerda bilmagan nimaga so'ramadi. Sirasi chiqish kerak, tepada kiritish kerak degan narsamiz. Yana bir ko'ramiz. Lekin o'sha shunaqa ishlash kerak edi. Bu nimaga to'xtamayapti, uni ham bilmadim. Okay. Ba'zida shunaqa bo'lib qoladi. Ozgina VS Code'ning ichida bari shuna minusi deydimi? Ishlatishimizni ozgina shunisi bor. Hech qisi yo'q. Hech qisi o'rganib ketasizlar. Okay. Interrupt. Kerak emas. Okay. Mana misol uchun typegacha ko'rib oldik. Misol uchun mana nimasini ko'rdik, inputni qanaqa ishlashini ko'rdik, qanaqadir ma'lumot kirgizasiz dedik. Ma'lumot kirgizganingizdan so'ng o'sha narsani qaytaradi dedik. Endi so'rashingiz mumkin. Ustoz, mana shu integer nima deydi, input ko'rdik. Misol uchun ism qabul qilyapti. Okay. Agar qanaqadir qaror qilsak-chi, misol uchun son qabul qilish kerak bo'ladigan bo'lsa deydigan bo'lsak, integer oldidan qo'shib qo'yasiz. Integer input qo'yasiz-da, bu endi son kiradigan, son qabul qiladigan bo'lib qoldi. Yana run qiladigan bo'lsak, bu narsani o'zgartirishimiz kerak. Endi yoshingizni kiriting desam, nimaga bunaqa active environment buncha cho'zilyapti bu? Mana. Yoshingizni kiriting bo'lsa 23 yoshda bo'lsa, mana 23 yoshni qaytarib berdi. Ya'ni integer kiritishimiz uchun ishlatishimiz kerak bo'ladigan narsa. Bitta narsa matematik amallar ishlatayotganimizda bizda faqat butun son integer sondan tashqari butun sonlar ham kelishi mumkin. Aytdimki float bo'lib keladi. Misol uchun 1.5, 2. qanchadir, 3.5 nuqta nechidir. Ana shu narsaga kelganimizda iloji boricha integerdan ko'ra float ishlatib ketganingiz ma'qulroq. Lekin baribir bu yerda inputni kiritishini pastga to'g'rilab ham qo'ysangiz ham bo'ladi. Misol uchun yoshingizni kiriting desak 23 mana. 23. Faqat bitta narsasi float qilib oladi. Shunisi bor. Matematik misol ishlaganimizda o'zingizga qarang. Ya'ni nima so'rayapti sizdan? O'sha narsaga qarab o'zgartirsiz yoki o'sha narsaga moslashingiz bo'ladi. Aytdim satrda bu mantiqiy keyinroq o'rgatiladi. Bu asosan true bilan false. True bu to'g'ri, false bu noto'g'ri. Yo true bo'lsa true, false bo'lsa false. Okay, xuddi shunaqa narsa. Ishlatib ketaverasiz o'zingiz uchun. Okay, keyingisi input type ni ko'rsatmadim lekin. Okay, type ni ham keyin ko'rsataman. Type haqida ham gaplashamiz. Misol uchun davay type bo'ladigan bo'lsa, nimani type ni ko'rishimiz mumkin? A desak, misol uchun 4 kirgizda print type A. Ya'ni arga o'zgaruvchi ichida what the heck? Nima bu? Championi bilan turganmi bugun Jupiter? Mana. Integer qilib chiqarib beraman, mana ko'rishingiz mumkin. Demayotgan bo'lsa Abdulqosim, anaqa qilish kerak. Bir sira uninstall qilib install qilsangiz yana qaytadan ishga tushadi. Chunki meniki ham bu shunaqa. Bitta kirib chiqing, mana misol uchun o'sha turgan joyini shuni o'chirib boshqatdan kirsangiz ham bo'ladi. Salom, misol uchun 2. Okay. Yana ketaversiz bo'laveradi, xohlaganingiz uchun. Mana bu. Misol uchun deydigan bo'lsangiz, turgan misol uchun. Bu yerga o'zgartirsak bo'ladi mana. Keyingisida yana o'zgartirsak bo'ladi. Keyingisida yana o'zgartirsak bo'ladi. Bu har bittasini klassini bilib olsangiz bo'laveradi shunaqa qilib. Okay. Xo'p, nimalar o'rgandik? Yaxshi. Bitta narsani o'tib ketishim kerak. Endi shoshmanglar. Bizda o'zbek tilimiz bor. Bizda o'zbek tilimizda muammo bor. Bizda o harfi bor. O harfida nima bor? Nima?
bir tirnoq Shapkachasi Ha, bor. yo'q, shapkacha bizda bir tirnoq yozamiz-ku, baribir mana anaqa yoziladi-ku kompyuterda. Ana shunisi ham bor. Misol uchun, mana O'zbekiston deydigan bo'lsangiz, bu nima qilib olyapti? Bu string bo'lyapti, deyapti. Bu xato olyapti. Bu o'sha xato. Bizda mana shu narsani to'g'irlashimiz uchun bitta slash tashlab ketaverishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni shu narsa qilib olishimiz kerak. Misol uchun keling, mana shu narsani ichiga kirgizib olaman. Print bo'ladigan bo'lsa, Complain. xuddi shunaqa olsiz bo'ladi. Sal g'alati-yu, lekin ishlaydi. Okey, mana O'zbekiston bosadigan bo'lsangiz, shunaqa qilib. Yo, bunaqa edi, bunaqa edi. Bu tomonga. Bu tomonga. Keyin bu narsadan keyin ham mana oldiga ham bitta qo'yib ketish kerak-da. Mana shu narsa salgina xalat. Okey, shoshma. Ishoninglar, birinchi marta bo'lyapti. Bu Jupiter birinchi marta men bilan o'ynashyapti, bor-ku. Birinchi marta bo'lyapti men bilan shunaqa narsa. Umuman bo'lmagan. Ana shu vaqtgacha kelgan bo'lsam, butun boshli 80 ga yaqin video dars yozdik bachchalar bilan-da. Biron marta asabni tekmagan bu. Bilmayman, bu nima yomon. Oyligini chiqarib bermay qo'ying aka, bo'ldi. Keyingi safarda yaxshilab ishlaydi. Bermas kerak bunga, bor-ku. Tipi ishlatsangiz bor-ku. Okey. Mana. Ana salgina bo'ldi mana. O'zbekiston va boshqa gap. Okey, O'zbekiston qilib chiqarib berdi. Ozgina shu narsa uchun mana bu tomonga qarab turar ekan slash qo'yasizda O'zbekiston chiqarib yozib ketaverasiz qolganini. Yana bitta matematik misollar bor. Okey, matematik misol qayerdan olib tashlasam sizlarga? Okey. Ildiz osti bor edi 0.5. Hozir. Hozir mana tashlab yuboradi. Men masala beraman sizlarga. Okey. Masala tashlayman, o'sha masalani ishlab kelasizlar. Keyingi darsgacha bir dunyo vaqtlaringiz bor. Qayerga qo'yganim men uni? Oson masala, unaqa qiyin emas. O'shani bir ikkitasini tushuntiraman-da, nimalar qilishingiz kerak, keyin qolgan eng muhim narsalarni ham tushuntirib ketaman. Va birinchi darsimizning eng asosiy masalasi ketdi. Mana. Ana shu bo'yicha ishlaymiz. Mana shuning ichidan sekin deydimi ishlab ketaverasizlar. Katta tirasidagi mana bunday tushasizda-yu, telefoningizga qo'yib, masalan uchun kvadratning tomoni perimetr berilgan. Pating 4a. Nimadir juda ham oson. Juda ham oson. Shunchaki formulani nimaga o'zgartirasiz? Kodga o'zgartirasiz. Keling, masalan uchun liboy bittasini ko'ramiz. Faqat aytmayman qaysi biri. Masalan uchun float input mana misol uchun a harfini kirgizadigan bo'lsak, mana a ni kirgizish kerak, to'g'ri? Xuddi shu narsa faqat b uchun b ni kirgizishimiz kerak. Keyin shu narsani o'zgartirsak bo'ladi, mana uni qilsak bo'ladi. Print deysiz. Integer. Ikkalasi ham integer bo'lsin deyapmiz. A plus b. Mana. Qo'shib ketaverasiz. Mana, bu boshqa gap. Esi kirib qoldi. 5 6 mana 12 11 chiqarib berdi. 12 deyapmanmi? Okey. Mana shunaqa qilib chiqarib beradi. Mana. Xuddi shu narsani mana formulalardagi narsalarni matematikaga o'zgartirib chiqasiz. Juda ham easy. Okey. Eng muhim narsadan o'zgartishim kerak, ya'ni matematikadagi maza qilishadigan joylarimiz bor. Bu bizda bu nima deydi? Menimcha ko'p marta eshitgansizlar, modul. Yana misol uchun matematikada eshitgan bo'lishingiz mumkin. Moduldan hech qachon deydi, nanaqa negativ son chiqmaydi deydi-ku. Shunaqa modul bor, SQRT bor bizda. SQRT ildiz bu. Ildiz. Keyingisida POW bor. Bu POW bilasizlar. Bu ham darajani boshqacharog'i. Daraja ko'taradi. Okey. Daraja ko'taradi. Okey. Yaxshi. Misol uchun keling, ABSni birinchi ishlab ko'rishimiz mumkin. Misol uchun ABS deydigan bo'lsangiz, yozasiz, minus qo'yasiz, oldiga bir dona sonli yozib tashlaysiz. Davay bosadigansiz, mana olib tashlab chiqarib beradi. Keyingisi SQRTda ozgina boshqacharoq. Endi SQRTni ishlatishimiz uchun bizda matematik kutubxonani o'zini nimaga bilmadim shunaqa qilib qo'yishgan, qisqasi. Matematik kutubxonani ozgina mana shu qismida siz matematik o'sha Pythonda exist allaqachon bor narsani nima deydi? Kodingizni ishlatasiz. Misol uchun from deysiz,
o'shandan matematik kutubxonasidan matematik kutubxona ichida общий from math this import qarang sqrtni olay ol mana import qilib oldi mana qarang matematik kutubxonasi ichida nimalar math.py mana qarang shuncha narsamiz bor bizda sqrtni olib Shunchaki 0.5 darajaga oshirib qo'ysa ham ildizdan chiqaveradi-ku, Abulqosim aka. shunday O'zi matematik qilgan. nima deydi bu nima deydi bu narsa sal keyinroq Dokumentalniy usulida bu Ha, hozir. xuddi shunaqa dokumentalniy ya'ni nima yozilgan bo'lsa shu narsada import misol uchun yulduzcha qo'yib ketishingiz mumkin yokida from math deb yozib ketsangiz bo'ladi matematik nimasini o'zini aha bu from deyapman from deyapman import math ya'ni import math qilib qilsiz bo'ladi shunaqa misol uchun qanaqa ishlaydi matematikani o'rtasida kelsa chunki boyagi berilgan savollar tashladimku hozir matematik ichida ko'pda sqrt deysizda misol uchun 4 olar ekansiz mana ichida 2 0 tushunyapsizlar matematik nimasi ishlaydi yozasiz import math yozib ishlatsangiz ham bo'ladi mana bu mathni ichidan sqrtni ol deysiz 4 qilsiz misol uchun qilishingiz mumkin yokida yulduzcha qo'ysangiz bu yulduzcha общий hammasini oladi matematikaga aloqador bo'lgan hammasini olib keladi sqrtni o'zini qilsangiz bitta o'zini olib keladi tushunyapsizmi bitta o'zini olib keladi tamom xuddi shunaqa qilib ishlatib turamiz povda misol uchun ishlatishdan bunaqa qiyin emas povda 5 misol uchun mana bunaqa qilar ekanmiz sizlar 25 5 ni 2 daraja ya'ni ikkita 25 bo'ladi 5 kare 5 degan ekan xo'p yana bitta misol bor o'sha yerda pi haqida bor pi bilasizlar pi nimaligini bu pi 3.14 borku o'sha from math import pi deysiz pi ni oldik bu yerda radiusini o'lchaydigan bitta masala bor shu narsani shuni ishlab oraylik okay input deysiz misol uchun aniqlang rni radiusini aniqlashimiz kerak adashmasam o'sha misolni emas hali ham esimga okay chunki shunchalik ko'p o'rgatganmanki shu narsani shoshma qayerga ketyapsan qo'lim o'rganib qolgani shu tars bosib boryapman stop shoshma desa okay pastga tushamiz hali formulani tugatganim yo'q edim nuqta shoshma restart o'chir birpasda shunaqa qiladi bu xuddi bir nima deydi butun dunyo buzilib ketyapti-yu bu qolib ketayotgandek 2 xo'p print ls stop qildimi escape deb bosamiz okay stop qildi okay endi bo'ladi mana bu yerda a ni bosishimiz uchun sonlar kiritishimiz kerak qanaqadir sonlar qarang mana a ni kiritishingiz kerak l teng deyaptiki 2 ko'paytirgan pi 3.14 ga keyin run misol uchun aniqlang r ni kiritishimiz rimiz qanaqa bo'lishi mumkin rimiz misol uchun 89 bo'lar ekanmiz mana o'zi mana olib chiqarib berdi shu formulalarga qo'yib shu narsani chiqarib berdi l bilan sni topib berdi siz ham xuddi shunaqa formulalarga qo'yib boyagi misollardan ishlab chiqasiz gapsiz bo'lishi mumkin emas qolgan har bittasi ishlab sekin chiqaveringlar xo'p xudo xohlasa keyin gaplashamiz bugunchasi yetadi mana shuncha masalalarimiz bor sizlarda mazza qilishingizga yetadi har bittasi o'rgatildi kvadratga qo'yasiz ishlaysiz ko'rasiz o'rganasiz google qiling yopishib olmang qilolmadim degan narsani esingizdan chiqaring sizni endi qilolmadim degan narsa hatto shu o'zingizda shu nima deydi 5 etajda otganingiz ma'qul to'g'risida agar qilolmadim deydigan bo'lsangiz o'rganish kerak research qilish kerak odam bitta nima deydi qoniqib qolmasdan har bitta narsaga iloji boricha chuqurroq yondashishingiz kerak okay kim menimcha shu guruhda bor edi o'sha men aytgandilaringiz mana buni stop qilay